qo'shni, Rossiyadan mehmon keldimi? Olib kiring, osh qilib bering. O osh menga yoqadi, ketdik. Bizada u gapni ko'ngil uchun aytishadi. O'zi qorin qanaqa mehmon? Qornim yumaloq. Ivan, qorning ochmi demoqchilar? Sizlarni bitta so'zinglarda mingta ma'no bor qo'ying. Qani kelinglar. Faqat ichkarida uyatli mehmon bor edi. Nima deganingiz? Shunda biz uyatsizmi? Biz ham uyatliymi? Nozik mehmonim bor demoqchi. Nozik? Qani kelinglar mehmonlar. Nimasi nozik buni begemot-ku? Qani, Ivanbek, dasturxonga qarab o'tiringlar. Men hozir. Nima qilsan? Dasturxonga qarab o'tiringlar dedi-ku, qarab o'tiribman. Mana qara, Ivan, dasturxonga qarab o'tiringlar deb, yeb ichib o'tiringlar demoqchi edi. Shuni to'g'ri aytmaysizlarmi? 10 ta ma'no qilmasdan yengdimi olib yeyman. Mana, osham tayyor bo'ldi. Qani mehmon, olishib o'tiring. Olishib o'tiring. O'lib qoladi, qo'yvor. Nima bo'ldi? Nima urishyapsizlar? O'zingiz aytdingiz-ku, olishib, men olishyapman. Voy Ivan, olishib o'tir deb ana oshni ye demoqchi edi. Yana tegida gapirmanglar, insonlar tegida. Bo'lar ish bo'ldi, Ivanjon. Xijolat bo'lmang, xo'p? Endi bu yog'iga yozilib o'tiravering. Yozilib? Shu yerda-ya. Ivan, Ivanligingga bormi? Bu o'zbeklarning o'zi qiziq ekan, o'zidan ham so'zi qiziq ekan.